Қайырлы күн, құрметті театрымыздың сүйікті көрермендері, театрымызға қош келдіңіздер. Түркі мәдениеті ұйымының 3-ші халықаралық театр фестивалі аясында Әзербайжан, Қырғызстан, Түркия, Өзбекстан, Мажарстан, Түркменстан және Қазақстанның Астана, Атырау қалаларынан келген театр ұжымдары осы апта өздерінің таңдаулы спектакльдерін ұсынып, көрерменге рухани әсер сыйлауда. Фестивальдің сарапшылар алқасын таныстыруға рұқсат етіңіздер. Театр танушы, өнертану кандидаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық театр сыншылары қауымдастығының, Қазақстан бөлімшесінің төрайымы, Қазақстанның өнер сыншылары гильдиясының және Қазақстан Республикасы театр қайраткерлері одағының мүшесі, профессор, сарапшылар кеңесінің төрағасы Кабдиева Сания Дүйсенханқызы. Филология ғылымдарының PhD докторы, өнертану ғылымдарының докторы, профессор, Әзербайжанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, Түрксойға мүше елдердің мемлекеттік театр басшылары кеңесінің төрағасы Исрафил Рамазанұлы. Мәдениеттану кандидаты, театр танушы, драматург, театр және кино режиссері, Қырғыз Республикасының халық жазушысы, Айтматов атындағы халықаралық сыйлықтың иегері, профессор Кулманбетов Жаныш Осмонович. Өнертану докторы, мәдениет және өнер саласындағы КМД қоғамдық кеңесінің мүшесі, сахналық өнер саласындағы халықаралық сарапшы, профессор, режиссер Рашидов Тимур Махмудович. Өнертанушы, драматург, тарих ғылымдарының кандидаты Балтаев Ағамұрат Язымрадович. Театр танушы, филология ғылымдарының докторы, Түркия театр сыншылары қауымдастығының мүшесі Бал Мұстафа. Өнертану бойынша философия докторы, Әзербайжан Республикасының мәдениет саласының құрметті қызметкері, Қырғызстан мәдениетінің үздігі Гафарна Элчин Гаджияқұлы. Құрметті көрермендер, қазір сіздердің назарларыңызға 3-ші халықаралық театр фестивалі аясында Өзбекстан, Ташкент қаласы, Мукуми атындағы Өзбекстанның мемлекеттік академиялық музыкалық театры Қабыл мен Абыл музыкалық драма жанрындағы спектакль ұсынады. Режиссері Достон Хақбердиев. Спектакльдің ұзақтығы 1 сағат 20 минут. Назар қойып тыңдарыңызға рахмет. Демалыстарыңыз сәтті болсын. Davosida
qudrat sohibi edi. Odam atoni tuproqdan yaratdi. Uning chap qovurg'asidan momo havo yaratdi. Odam ato hamda momo havo jannatda baxtdan shod, muhabbatdan masrur, hayotlardan huzurda edilar. Ular ilmning eng suyukliklaridan edi. Biroq qarg'ishga uchragan yelpik ularning bu hayotini ko'rolmadi. O'zining olovdan, odamning esa tuproqdan yaratilganligi bois unga bo'ysunishni istamadi. Ularga turli xil fitnalar o'ylab, jannatda man qilingan mevani yeb ko'rishga undadi. Va bunga erishdi. Bundan qahri kelgan il odam ato hamda momo havoni jannatdan yeriga badarg'a qildi. Bu o'tkinchi dunyoda odam ato hamda momo havodan ikki juft egizak dunyoga keldi. İlk shariat qoidalariga ko'ra yer yuzida odam avlodini ko'paytirish maqsadida yigitlarga o'z egizaklari bilan turmush qurishga ruxsat etildi. Biroq bu o'tkinchi dunyoda ham yelpik kesib yurar edi. Qobil, Hobil taqdirlarda ham
Abuda. Fakat kara. Mana terima? Abuda taskara. Iklima senga munosib. Abuda, quiero venir.
do'stlar, mast meni bu anbarafshon, chekar bulbul hasadin zoru nolon. Yetay taktım senga borimni sotdim, bu sotdim ne bor umrim bor hayotim. Ish uchun gul, chuchuk so'zlar yetarmi? Noloyiq egan imkon yetarmi? Yo'q. Seningdir bu. Gulistonlar, chamanlar. Qani normonlar u? Sen musulmonlar. Qilay bu otashin qalbimni tortiq. Visolingsiz bu tamda jonim ortiq. Muhabbatga hayo bo'lgan mudom-ish. Hayosizda muhabbat bo'lmaydi ekish. Bo'lolmas tengsin yo'q zamonda. Qo'ylar itlar bo'yab turishmoqda. Hukm bor. Abuda. Hukm bor. Qonun shariat sen uchun ham amalda shartdir. Axir qo'sha olmaysangiz bilan. Hukm shu. Shariat hasmi Abudadir. Basing uylar. Og'a! Yo'q. Bekor gap. Abudani husnda tengsiz Ifrimaning o'rnida ko'rmoq. Yo'q, aslo. Bu balchiq rang singilchamga men ikki dunyoda ham uylanmayman. Abuda bu bir dahshatli tush. Xafa bo'lmasang bejon. Seni sevmayman. Xo'p. Buğday rengim oqartmoqqa yetmaydi kuchim. Go'yo filning har tumuyu, jirafning bo'yni o'xshamayroq turganidek. Og'a. Yo'q. Sevgingizga yo'q ehtiyojim. El va otam meni sevadi. Hammadan ortiq. Shuni o'zi menga yetar. Yo'q, Abuda yo'q, singlim yo'q. Singlim yo'q. Hammamiz bir jon, bir tanmiz. Otamiz bir. Onamiz bir. Tangrimiz birdir. Xuddi shunday shariat ham bir. Yana shu gapmi? Iqlima. Shu shariatda senga bir tuqa shundaymi xolos? Qobil, u meniki. Yo'q dadam. Meniki. Axir meniki Qobil. To'xtang. Jaholat ko'zingizni berkiturmi? Mening ra'yimni bilmay ish biturmi? Necha umr biringizga buncha taqir, o'zingizcha qilursiz buncha tadbir. Qilur haq, taqdirim haq. İnson uchun unutmoq bir badbaxtlik yo'li. Xususan haq amrini unutmoq. Uni unutganda jaholat kutadi. İbadat vaqti bo'ldi. Allohu akbar, Allohu akbar. Allohu akbar, Allohu akbar. İbadat qilamiz. Hozir bo'lingiz. Ayol mulki olam sohibi yaratguvchi il. Voqi tursan ilmu rahmatda. Ijodingdan bunyoddir olam. Zaminni to'shagu, tog'larni qo'rg'on, falakni soyabon, kechani libosi kunduzin ehson, barchasini bizga baxsh etding. Hamdu sano o'zingga. Hamdu sano o'zingga. Ayol mulki olam sohibi yaratuvchiging, bizning yoziqlarni mag'firat etgin. Sen bizga bergansan behisob karam, bu iymon, hidoyat, najot sen bois. Hamdu sano o'zingga. Hamdu sano o'zingga.
Og'il. Qo'sh o'g'il. Sen nega jimsan? Nima qilay? Nima qildingiz? Ibodat qil axir. Yaratgan zotga. Ibodating menga kelish hojati yo'q. Rozi emasmisan axir Tangridan? Yo'q, aslo. Qil, shaqaqlik qilmagin. Tavba qil, tavba. Faqat inson bo'lib yashamoqning ham shukrin qilib tugatib bo'lmas. Yashayapman. Yashayveraman. Lekin nega? Yashay bo'lmoq uchunmi? Hayot umid butkul so'nmoq uchunmi? Yo Alhazar, sen ta'kidlagan daraxt mevasi mana bugun pishib yetildi. Uning ta'mi ketmas hali og'zimizdan ko'p uzoq. O Tangrim, ne uchun o'sha daraxt mevasiga qilding mubtalo? Yaqin bormasangiz edi o'sha daraxtga. Ko'rmasangiz edi tatib mevasin tushmas edi qalbingizga buncha qo'l-qo'la. Oqobil, Tangrim g'azabini keltirmaguncha bu mal'un yirtqichning so'zlari edi. Nechun iblisda ayb? Sinov daraxtini ko'rsatganmi? Axir boshqa daraxtlar ham bo'lgan ekan-ku. Og'a! Asqar! Og'a! Yana senma. Qo'rqmagin mendan. Men kimman? Otamdan, Qobildan, va hatto qo'rqma volidamdan. Ular kim bo'ldi, og'a? Shariatdan qo'rqma. O'ylama nizomni. Hatto o'ylamagin jannat haqida. Hatto qo'rqma do'zaxdan. Unda hech bir huquq yo'q. Faqat ildan qo'rq. Faqat undan qo'rq. Qaqshatma ul sevgan g'arib zotlarni bas qil, og'a. Qaqshatma. Qobil. Shukr qil. Ezgulikka to'ladir hayot. Hayot. Ezgulik. Turmushimiz esa badbaxtlik. Tamom. Qobil, olmagin bundan ham battar baloga. Battar baloga. Nahot erishmoq yo'q hech muddaoga. Nahot yashayapman o'lmoqlik uchun. O'lim dahshati yashashga qistar. Lekin ushbu hayotda la'natlab yuraman o'zim. Abudachi. Ertayu kech kirbilgan bir tog'ora suv o'z aksiga o'zi to'g'ri baho qo'yarmish. Xuddi balchiq, badbasharlar, qanday temirlar. Donishmandlik qilar yana. Ayol mulki olam sohibi yaratguvchi il. Men nima qilay? O'layimmi? Nima qilay?
o'yingimni bular tushmi o'ngimmi najot bormi xudodan najot bormi xudodan Fano kitobida bitmiştir azal. Har kimning nomida yo'q unda xato. Fano ixtiyorsiz hayotdir bilsang, tiriklikda bordir ixtiyoring. Fano tiriklikning hosilin termak, hosilinga bor nishonching. Sen kimsan? Men qudrat sohibi Yelpik. Dunyoga kelibsan. Yashaysan endi abadiy. Ya'ni faqat o'lur jismiy. Ruhing esa qolajakdir. Shu holing kabi. Shu holim kabi hech tuzukroq bo'lmaydimi? Ehtimol. Xohlasang, biz kabi yashashing mumkin. Siz qanday yashaysiz? Biz ozod yashaymiz. Baxtlimisiz? Biz ozodmiz, qudratlimiz. Baxtlimisiz deya so'rayapman. Bizda bunday tushuncha yo'q. Senchi? Men haligi ko'rib turganingdek. O bechora. Bechora. Sen o'zingni baxtsiz hisoblaysan. Ha. Baxtsizman. Lekin sen ne qila olarding qudrating bilan? Kuchda yaratganing bilan barobardirmi? Ammo yaratmasdan men sen. Ha. Tangriga o'xshaysan. Yo'q. Men tangri emasman. Da'vo ham qilmayman ma'budlikka hech. Men. U esa u. Tamam. U ham o'z hukmini yurgizadi. Bu deganing kim? Yaratuvchi. Sen biz unga qarshi turib kim bo'lamiz? Sen bilan biz o'sha g'olibning yuziga qarab tug'yon qilamiz. Biz ham ishonamiz o'z kuchimizga. Biz ham aql egasimiz. Boqiydirmiz. O'lmas zotlarimiz. Unga o'xshab ezgulikni qabohatga omuxna qilmaymiz. Qanday qilib qabohatni ezgulik deyish mumkin? Axir uning amr farmonisiz hayotimiz o'zimiz qursak, faqat ezgulikdan quramiz. Sen meni ko'p vaqtdan buyon ezib qiynayotgan muammoni so'zlayapsan. Va tursam hayolimda shu sezamanki fikrlarim tangridek kuchli. Ammo o'zim tangriga tortinib ojiz notavon. Men shu paytgacha o'zimni yolg'iz his etib, bular haqida hech kimsaga so'zlay olmaganman. Senga
rostimizningcha bu. Ha! Men endi kiraturman. Men tushungan qudratli ruhsat tarafin jamoasiga. Ehtiyot bo'l. Ishonmonga qobil. Sen loyiq desam bu jamoaga. Ha! Bu ekan odamiy zot senga ergashmas. Mening xitoblarimni tinglamayapsan. Har yaratiq Tangridan ishon, har yaratiq Tangriga muhtoj, imtihoni ko'pligi qildan nosikdir, his etmagan. Xordir, abadiy. Sherdamsan. So'zlashmoqlik uchun keldim seni yoningga yolg'iz. Sen bilan gaplashadigan gapim yo'q. Yo'qol. Tasqara. 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 Asli mukammaldir. Tangri ijodi. Kim tik qilib sinab ko'rar. Qilur imtihon. Imtihonni nuqson degan gumroh bo'ladi. Ha. Abuda. 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 Menga unday qaramagasinglar. Egachi, o'z jamoaning shamoliga sochlarin tarab, oshiqlarin qiliblar, g'urur qoyasiga chiqib olganim. Tusholmay endi ovora. Muammoga duch kelib ko'rsam, g'urur qoyalarin izg'irinlari, aql zinalarini kemirmish essiz. Iqlima. Ha, avval aytchi. Qobilnimi? Qobilnimi ko'proq sevasan? Ikkisini ham barobar ko'raman deday. Qobil kuchli. Arslon kabi haybatlidir.
nihoya. Qobil esa xushtakalo, dono, yoqimli. Aytchi, sen uchun qay bir afzal? Bas qil, iqliman. Sen o'zingga ovunchoq yoki o'yinchoq izlaysan go'yo. Og'a-ini barobardir birday albatta. Lekin birday bo'lolmaydi sevgi bobida. Tushun. Tasavvur qil, men chiroyliman, xushro'yman. Juda go'zalman, xuddi sendayin. Sen esa mendayin. Qani aytchi. Agar shunday bo'lganingda og'a-inilarimizdan qaysi birini tanlagan bo'larding? Qani gapir, iqliman, gapir. Qo'ysangchi, bilmadim. Yo'q. Tasavvurim yo'q, singiljonim. Tasavvurim yo'q. Shunaqa. Tasavvuring yo'q. Ha? Qaroqlarim, og'alaring qani? Orangizda nish uradi menlik chechagi. Uning achchiq hidi anqir. Qaromush bo'lma, odam. Meniki dedim. Meniki haqi qoldi. Nima gap? Bizni badbaxt etgan albat onamizning shumxoqshidir. Hayotimiz ezgulik. Xo'p, turmushimiz esa badbaxtlik. Qandoq? Qobilga nima bo'ldi? Ona, bu yerda Qobil bo'ldi, yurakka tushdi bo'ldi bas. Ko'p urinma, qo'y. Ona, oromimiz buzgan bu holning sababini o'zim aylay oshkor ayt. Bor gap shuki, ona, men ayt. Xo'sh. Ayt. Haligi men qanday aytsam, men azobdaman. Qobilga nima bo'lgan? Ona, men aytaman. Onajon. Bu oshiq. Oshiq. Afsuski, abudaga emas. Ona, kechirlaysan. Qalbim amri shu. Go'zal iqlimani sevaman, tamom. Xomtama bo'lmasin Qobil bundan so'ng. Taqdim ham etmasin unga guldasta umidika xabar. Unutmasin xor. Tavba degan zinhor va zinhor. Bunday ajrim qilishga yo'q sening haqqing. Asal peshonangga bitilgani bor. Qo'shilolmaysiz juftingiz bilan. Tangri amri farzdir. Buzib bo'lmagan. U voqif har lahza, har onimizdan. Endi bu ko'rgulik ortiqcha bo'ldi. Gunohim oshdimi yana yo egam? Yerpik xuruj qilur. Uning so'zlari seni aqling olib oroming buzmish. Egam hukmi bilan onang ikkimiz jannatdan bu yerga kelgandan buyon umrimiz uqubat bilan yo'g'rilgan. Endi avlodlarga yerda yashamoq mashaqqatini tushuntirmoq bundan da mushkul. Qobil, bolam, voz kech. Bu sevging gunoh, axir gunoh, voz kech. So'zlaringiz tinglab shu kunga qadar ovutib kelaman o'zimni o'zim. Deysizki bu borliq uning hukmida. Shamol esmagaydir uning amrisiz. Giyoh ham unmagay u buyurmasa.
Quyosh chiqmas, botmas, u xohlamasa. Qobil. Bularga mening ham zarra shubham yo'q. Gar el irodasi bilan bo'lsa hammasi. Qalbimdagi bu ishq kelmish qayerda? Qayerda? Undan kech olmayman. Tamom va salom. Yaratgan ekan. Ota. U aqldan o'zga. Qobil. Aka. Cho'naka. Bu fikrdan qayt. Axir bu gunohku. Qobil. Iltimos. Cho'naka shu. Qayt. Qayt. Undan voz kechmoqqa yo'q menda qudrat. Yo Alloh. Sevgisiz bu yurak. Sovuq bir kesak. Aqlimdan ozganman ha. Dil xasta, qalb xasta. Aqlim ham ojiz. Men faqat shu ishq bilan tirikman. Birgina shu aybim huzuringizda. Ota, faqat shu ishq bilan tirikman. Qobil, menga sen ishqsiz emas. Nafsiz yashay olmaysan. Nafsiz yashay olmaysan. Bas. Yeter. Qobil yashirmasdan qilur namoyon. Ko'nglida nimalar qilmoqda to'g'ri. Eshiting. Men shunday qarorga keldim. Bu bazga faqat shu bo'lg'us chora. Qurbonlik qilursiz egamga loyiq. Qobildan g'alla-yu, Qobildan jonliq. Amalingiz qo'ying taroziga siz. O'lchagay shubhasiz Rabbimning o'zi. Qabul etsa kimning qurbonligini